Vay past ekansiz. Men biri olmuş boy 53 kilo. Yo'q Madina. Shvabra. Madina. Emchaging ham yo'q. Madina emchak yo'q. Shvabra bilan. Na emchak bor, na ko't bor senda. Shvabra. Bo'yi uzun. Emchak yo'q, ko't yo'q. Maqtanib berar. Mana bo'yim buncha, mana vesim buncha. Bo'yim 1.75, 74. Vesim 68. Ozgina semirishim kerakmi? Jiji bormi? Mamma bormi? Ko't bormi? Semirman. 1.55 bo'yim, vesim 55. Norma. Shvabra Madina. Qorin bu savlat, bali. Emchak katta, sut bor ichida, bola emizaman. Pizdez. Emchak isilib qoladi yaqinda. 142 cm, 48 ana. Nozima keldi. Nozima, oy, Noziya. UFC assalomu alaykum. Gadoylar. Maqtanib o'ladi hammasi. Mana bo'yim buncha, vesim buncha. Mana anaqa. Ozishim kerakmikan, semirishim kerakmikan? Voy, men semirishim kerak, menga semirish o'rgatdinglar. O'zi o'lib yotgan bo'ladi, atrofdan maqtov eshitgisi bo'ladi. Qo'shiq ayting, hozir Nigora aytaman. O'zi o'lib yotgan bo'ladi, atrofdan maqtov eshitgisi kelib yotgan bo'ladi. Voy, biram ozg'insiz figurangizga havasim ketadi degan gapni eshitgisi keladi. Da siz ozgina qorningiz ketsa yaxshi, o'ziz qorningiz katta ekanda ozgina erizlarga mazza yotsangiz yumshoq. UFC assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chikita rahmat Joniyash. Voy, erimga nimasi mazza? U kuni ana uni izlabmiz, gradusnik. Haligi endirejermina degan doricha bor, munchagina, uzunchoq, munchagina palichkadak. Rosa izlabmiz endirejerminani. Rosa hech qayerda yo'q ekan. Bir payt shunday qorunchamni ko'tarsam, mana bu yerga tagiga qisilib qolgan ekan endirejermina. Mana ishonmasangiz qistirib ko'rsataman, mana. Mana qornim. Mana. Bo'ldi. Ko'rdingizmi? Yozganlaringizni qo'shib qilib aytdim. U har zamonga bir zamon bo'ladi. Har doim bo'lmaydi. Dieta qilasizmi? Hozir dieta qilyapman. Ketonoviy dieta qilyapman. Ketonoviy dieta deyiladi. Boshida 14 soat yemaysiz, 6 soat yeysiz, 8 soat yeysiz, keyin 16 soat yemay yurasiz, keyin 18 soat yemay yurasiz, keyin 20, 24, keyin oxiri 72 soat. Ya'ni 3 kun davomida. 3 kun ovqat yemay yurib har kim ham chidolmaydi. Buncha prekolnisiz bigo mashinniklari, bilmasam, xalqni bermaydimi qorin kechasi? Xalaq bermaydimi qorin kechasi? Yo'q, buni yotganimda bilinmaydi mana. Bilinmaydi. Bunday yoyilib ketadi atrofga. Bunday bir xil распределение bo'ladi. Yumshoq. Langala gidanga gal. Har kuni shunday fiskultura qilish kerak. Ana, ko'rdingizlarmi? Oyog'imni hech kim ushlash shart emas, gadoylar. Ana